Qurilmangiz ta'mirlashga muhtojmi? Biz bepul diagnostika taklif qilamiz. Qondiroq yoki sayohatsiz eshigingizdan olib ketamiz va qaytaramiz. Ta'mirlashdan oldin narx taklifi yuboramiz va faqat sizning roziligingizdan keyin davom etamiz. Oddiy, shaffof va professional. Havola tavsifda. HPIO Allinone kompyuteringizdagi ventilyatorni o'zgartirish jarayoni bir necha oddiy bosqichlardan iborat. Ushbu qo'llanma yordamida siz o'zingizni qulay his qilasiz va kerakli asboblar bilan bu jarayonni bajarishingiz mumkin. Kerakli asboblar: ventilyatorni o'zgartirish uchun sizga quyidagi asboblar kerak bo'ladi: Philips tornavida, Tex tornavida, antistatik mato va yangi ventilyator. Kompyuterni o'chirish: o'zgartirishdan oldin kompyuterni to'liq o'chirib, barcha kabellarni ajratib oling. Bu xavfsizlik uchun juda muhimdir. Qopqog'ini echish: kompyuteringizning orqa qopqog'ini echish uchun Philips tornavidan foydalaning. Qopqoqning burchaklaridan ehtiyotkorlik bilan tortib olib tashlang. Ventilyatorni topish: qopqoqni echgandan so'ng ventilyatorni toping. U odatda markazda joylashgan bo'ladi. Tugmalar va kabellarni ajratish: ventilyatorning elektr kabellari va tutqichlarini ehtiyotkorlik bilan ajratib oling. Bu joyda ehtiyot bo'lishingiz muhim, chunki ularni zarar etkazmasdan ajratishingiz kerak. Eski ventilyatorni olib tashlash: eski ventilyatorni o'zining o'rnidan chiqarib oling. U ko'pincha skotch yoki vintlar bilan o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Tornavida yordamida vintlarni yechib ventilyatorni oling. Yangi ventilyatorni o'rnatish: yangi ventilyatorni joyiga qo'ying va uni vintlar bilan mahkamlab oling. E'tibor bering, ventilyatorning o'rni va yo'nalishi to'g'ri bo'lishi kerak. Kabellarni ulang: yangi ventilyatorning kabellarini joyiga ulab, ularni joyiga o'rnating. Har bir kabelni to'g'ri joyiga ulashga ishonch hosil qiling. Qopqog'ini o'rnatish: barcha ishlar tugagandan so'ng, orqa qopqog'ini joyiga qaytaring va vintlarni mahkamlang. Kompyuterni yoqish: kompyuterni yoqing va yangi ventilyatorning to'g'ri ishlayotganini tekshiring. Agar ventilyator ishlamasa, kabel va ulanishlarni yana bir bor tekshirib ko'ring. Agar sizga bu jarayonni o'z-o'zidan bajarish qiyin bo'lsa yoki qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lsangiz, bizning mutaxassislarimiz sizga yordam berish uchun tayyor. Bepul diagnostika, uyga olib ketish xizmati va ta'mirlashdan oldin narx taklifini olish imkoniyatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Sizga qulay va xavfsiz xizmat ko'rsatishga tayyormiz. Qurilmangiz ta'mirlashga muhtojmi? Biz bepul diagnostika taklif qilamiz. Qondiroq yoki sayohatsiz eshigingizdan olib ketamiz va qaytaramiz. Ta'mirlashdan oldin narx taklifi yuboramiz va faqat sizning roziligingizdan keyin davom etamiz. Oddiy, shaffof va professional. Havola tavsifda.